Assalomu alaykum hurmatli foydalanuvchilar. Bugun RIM raqamlarni yozilishi bo'yicha va RIM raqamlar ustida amallar bajaramiz. Xo'sh. Arab raqamlarda 1, RIM raqamlarda qanday ko'rinishni ko'ramiz. Xo'p. Bir raqami RIM raqamlarda katta i ga teng. Ya'ni lotin alfabeti bilan katta i ga teng. RIM raqamlarda xo'sh. Basamiz. Bizga 2 kerak emas, hozir asosiy kerak bo'ladigan raqamlarni ko'rib chiqamiz. 5 raqami, arab raqamida 5 raqami, RIM raqamlarda V harfi. Ana endi 1, 5, 10, yine 10 x ga teng. RIM raqamlar pozitsiya deyiladi. Bizning arab raqamlar, sanoq sistemasida bajaradigan raqamlar, ular pozitsiyali deydi. Shuning uchun no pozitsiya raqamlar degan paytda faqat RIM raqamlarni tushunish kerak. 50 bu katta L ga teng. Ana endi 100 katta S ga teng. Qani bo'lsa va 500 katta D. D va 1000. Raqami bu M ga teng bo'ladi. To'g'rilab qo'yamiz. M katta M. Bundan keyingi katta raqamlar mana shu asosiy raqamlar, RIM raqamlar hisoblanadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qolgan bundan keyingi katta sonlar ustida faqat chiziqlar orqali. Misol uchun aytaylik 10,000. Mana bizda 10likning ustida 10 raqamini katta x ni
ana shunday ustida chiziqlar bilan ikkita chiziq, shunday ikkita chiziq bo'lib ketaveradi bunday yuqorilari. Biz asosiysi mana shu raqamlar 7 ta raqam esdan chiqmas kerak, raqamlar. Mana shuni o'rganib qo'yishimiz kerak. Mana bizning asosiy raqamlar 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000. Ana endi bundan biz tushamiz. Misol uchun 2 bo'ladigan bo'lsa, mana raqam yozamiz. 2 tayoqcha o'sha i harfi 2 bo'ladi. 3 bo'ladigan bo'lsa 3 ta. Ana endi 4 bo'ladigan bo'lsa bizda 5 dan oldinda bitta raqam qo'yish, oldinda bitta i harfi qo'yilsa, bu 5 minus 1 degani. Ya'ni 5 minus 1 teng bu 4 degani. Agar bizda 5 dan keyin qo'yilgan i bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 5 qo'shuv 1 bu teng 6 ga bo'ladi. Ana shunday qilib biz bajarib borishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni 5 dan keyin 6, 7, 8 keyin 9 ga keladigan bo'lsak, bitta qo'yamizda 10 ga yaqin mana. Bu 10 dan bitta oldindan, ya'ni 10. Bu yerda qo'yarman. 10. Bu deganda ya'ni 10 minus 1 teng bu 9 ga bo'ladi. 11 bo'ladigan bo'lsa bitta keyin i harfini qo'yamiz. Bitta oldinda o'sha sonni, misol uchun 5, 10 o'sha raqamlar oldinda bo'ladigan bo'lsa bitta olinadi. Keyinida bo'lsa bitta qo'shiladi. Ya'ni bu degani chapda o'sha 5 raqamni chapda bo'lsa oluv, ya'ni 4 bo'ladi. O'ngida bo'ladigan bo'lsa qo'shuv, ya'ni 6 raqam bo'ladi. O'rni ham shunda keyin ketma-ketlikda bajarib borilaveradi. Ana endi biz 49 ko'radigan bo'lsak, hozir kitobga tushuntirganimiz chap tomonda bir qo'yamiz va dal harfini qo'yamiz. 50 minus 1 teng 9. Xo'sh, ana endi biz 40 raqamini yozadigan bo'lsak, xo'sh, x xl teng 50 minus 10. Bu 40 bo'ladi. Xo'sh, 60 bo'ladigan bo'lsa teng bo'ladi 50 plus 10. Bu teng 60 ga teng bo'ladi. Keyin xo'sh, bu ko'rib chiqdik. Ne ko'ramiz endi biz 100 dan oldin 90 ni ko'ramiz. 90 uchun xo'sh, teng 100 minus 10 teng bu bo'ladi 90 ga. X bo'lsa teng bo'ladi 100 shu
400 beramiz. Endi 400 uchun CD bo'ladi. Ya'ni 500 minus 100 butun 400 desa bo'ladi. Bu 500 şu 100 yani 600. Hop. Ana shunday tartibda ketaveradi. Endi buning 900 ni ko'radigan bo'lsak biz cm teng bo'ladi 1100. To'g'rimi? Teng 900 MC 1000 şu 1100. Rakamlar yozib chiqdi. Mana shu tartibda ishlanadi bu. Qolganlari qo'shib borilaveradi. Faqat bitta oldinda, bitta keyinda belgilarda adashmasligimiz kerak bo'ladi. Harflarni qo'shish. Endi bitta kattaroq sonni yozib ko'ramiz. Aytaylik 1126 misol uchun bu yoziladi. Qarang. 1100 ni ajratib olamiz. 6 yozamiz. Buni ham ajratib olamiz. 20 deymiz. Shu bo'laklab chiqamiz. Ana endi ko'rib o'tamiz. 1100 ni bizda aniq. MC yozamiz. Pivot qilamiz. Shu ana endi 20 nechiga teng? 2 ta x. Qo'shuv endi qo'yib boramiz. Endi 6miz nechiga teng? Bizga 6miz teng bo'ladi 5 ta birni qo'shganimiz 6 raqamimiz. Mana raqamni qo'shib chiqdik. Buni oson yo'li bo'laklab chiqamiz. Shuni bo'laklab chiqsak bizga osonroq bo'ladi. Mana 1126 ni yozilishi mana shunda bo'ladi. Chunki buni bo'laklab chiqqandan keyin osonlashtirildi. Sizlarga bugungi darsimiz mana shu rim raqamlar bo'yicha edi. Asosiy 7 ta 1 2 3 4 5 6 7 ya'ni I V X L F D M ya'ni lotin alifbosidagi mana shu 7 ta harf dan tashkil topgan bo'ladi. Asosiy kalimasi shular. Qolgani qo'shib borish ya'ni olish shunda tashkil topgan bo'ladi. Hammaga rahmat. E'tiborlaringiz uchun